man tan oladigan bitta jamoa bor, ya'ni Mitti va Ayn jamoasi. Mitti meni o'zlari menga telefon qilib, sizga shunaqa taklifimiz bor, kelib sizda bitta videoda ishlab ko'ring deganlar. Lekin boshida o'zim olganman. Короче, man unaqa одноразовый qiz emasman, bittagina videolarga boradigan. Odamlarga tanitgan video aynan qamalgan kelin videosi. Borayotganimda, даже rolni o'ynayotganimda qanaqa ssenariyligini ham bilmayman. Tayyor bo'lgandan keyin ko'rganman. Qachon erga tegasiz? Yo, sizlarga nima aytsam? Давайте bu savol mavhumligicha qoldiramiz-da. Bo'ldi, endi erim boqsin, qachongacha ishlayman desam. Sport o'z xohishim bilan to'xtatmaganman. Qiziqqan narsamni hammasiga bitta kalla tashab chiqaman. Tuhmat, menimcha, не только media olamidagi minus, o'zi umuman hayot tez davomidagi minus bo'lsa kerak. Shuncha odamlarning mehrini yaxshi taraflama, negativsiz yig'argansizda, bitta qanaqadir tirraq chiqib, sizni shuncha yillik to'plagan obro'yingizni bir tiyin qilib tashirgan. Hammaga salom. Ismim Mehriniso Ikromova. Instagramda bo'lsa Boni Ikromova nikosida faoliyat yuritaman, ya'ni blogerman. Bugun men no filter, lekin filter bo'ladi degan ko'rsatuvdaman. Ma'lumotingiz qanday? Qaysi yo'nalishda o'qigansiz? Ma'lumotim o'rta maxsus. Yunus Rajabiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika kollejida o'qiganman. Ma'lumotim o'rta. Qaysi yo'nalishda o'qigansiz? Aytayman. Murabbiy instruktor yo'nalishida o'qiganman, ya'ni trenerman. Sportsmen bo'lganman oldin, soham trener. Ya'ni bu sohada faoliyat yurg'izganman. Bolaligingizda san'atga qiziqqanmisiz? San'atkor bo'lganman bolaligimda. Ya'ni har doim hamma maktabdagi, shu bog'chadagi bayram tadbirlarini hammasini o'zim qo'yardim. Vedushi ham o'zim bo'lardim, raqslarda ham o'zimman, hamma yoqda o'zim bo'lardim. Bu degani menimcha o'zi yoshligidan san'atga qiziqishi bor degani bo'lsa kerak. Oilamda san'atkorlar yo'q. Mitti jamoasiga qanday qo'shilgansiz? Qo'shilish tarixim juda ham qiziq bo'lgan. Bir kun oldin bitta o'rtog'im bilan aynan shu temani gaplashib o'tirganmiz. Nimaga seni mittilikka chaqirishmaydi deb savol bergan, men aytganman. Bilmadim deganman. Ertasi kuni Ulug' akammi, ya'ni Mitti meni o'zlari menga telefon qilib, sizga shunaqa taklifimiz bor, kelib sizda bitta videoda ishlab ko'ring deganlar. Почему бы нет deganman. Lekin boshida o'zim olganman. Короче, men unaqa одноразовый qiz emasman, bittagina videolarga boradigan. Keyin aytganlar, "Yo, oldin keling, ishlab ko'ring. Biz sizga, siz bizga tushing. O'shandan keyin balki дальнейшем ishlaymiz" deb aytganlar. Хорошо deb borganman. Juda ham oddiy krokslarda borganman. Yo'q, kelgan bir-birimizga zo'r tushib, bitta videoni o'zida Instagram bag'irlab ketgan, lekin u qamalgan kelin videosi emas edi. Kelin ko'yning salonidagi video imенно odamlarni kim shu qiz deyishga majbur qilgan video aynan Nasriddinov birinchi meni chaqirgan videosi. Milliy gvardiyada ishlagan Qatdan bilasizlar buni? Milliy gvardiyada ishlagansiz, faoliyatingiz va u yerdan ketishingizga nasib bo'ldi. Milliy gvardiyada ishlaganman, ya'ni qanaqa? Men ko'rsatuv askar qizlar degan ko'rsatuvga borganman. O'sha ko'rsatuvdan keyin Milliy gvardiyada ishlashimni taklif qilishgan, lekin men u yerda ishlamaganman. Chunki juda ham bolalar ko'p edi. Erkaklar juda ham ko'p edi. Birinchidan, ikkinchidan u yerda ishlash uchuncha siz issuni issu, sovuni sovuq demasligingiz kerak. Balki mas'uliyatdan qo'rqqandirman, imенно davlat ishi baribir. Yo'q, bu men uchun emas, ya'ni bu soha. Lekin qiziqqanman. O'shaning uchun обязательно bu sohaga ham qiziqqan narsamni hammasiga bitta kalla tashab chiqaman. O'zbek jang san'ati bo'yicha trenerlik ham qilgansiz. Trenerlikni nega davom ettirmadingiz? Sog'lig'im sabab 2021-yilda men avariya bo'lganman. Undan keyin ham vro'ja trenerlik qildim, lekin ozgina boshim ko'proq og'rishni boshladi. Ya'ni bu kichkina bolachalar, ularga baqirishingiz kerak, u qilishingiz kerak, o'rgatishingiz kerak, shovqin qiladi ular, shu narsalar ozgina boshim og'rishini sababi bo'lganligi uchun yo to'xtatishim kerak ekan deb trenerlikni to'xtatganman. Lekin bu meni eng yaxshi ko'rgan ishlarimdan bittasi, ya'ni trenerlik. 100 tadan o'sha shogirdim bo'lgan. Trenerlikni 9-sinfimdan boshlaganman. O'zimni trenerim bo'lardilar. Ular menga, ularga kelgan shogirdlarni, kichkina bolachalar, bog'cha bolachalari bo'lsa, menga ishonib topshirardilar, chunki ulardan keyingi trener men bo'lib qolardim. 4 yil trenerlik qilganman. Sport sohasidan ijodga o'tishingizga nima turtki bo'lgan? Har doim men sport bilan san'atda bitta tempda olib borishga harakat qilardim. Hamma o'sha trenirovochniy zalda yugurib yursa, men ashula aytib, raqslarga tushib yugurib yurardim. Sport bilan san'at men uchun bitta valnadagi narsa bo'lgan. Har doim men san'atda ham, sportda ham bo'lganman va hozir ham xuddi shunaqa, san'atda ham, sportda ham. To'g'ri, professional sport bilan shug'ullanmayman, lekin baribir ham sportni tashlab qo'ymaganman. Sportni davom ettirmaslikka qaror qilganingizda
oila a'zolaringiz qanday munosabat bildirgan? Sportni o'z xohishim bilan to'xtatmaganman. O'sha aytganimdek, avariya sabab bo'lgan. Men ungacha polniy sport bilan shug'ullanib kelganman. Juda ham jiddiy avariya bo'lgan bizda. Ya'ni 15 kun umuman joyimdan qimirlamasdan yotganman. Bo'yin sohasida ozgina problema bo'lganmanda, bosh sohasida kuchli sotrasение olganman. 1 yilga sportni to'xtatasan deb menga shart qo'yishgan. Undan keyin shug'ullanishga harakat qildim, lekin o'sha baribir o'sha valnasiga tushib ola olmadim xolos. Har bitta sportsmen odamning yuragini tub-tubida baribir o'sha imенно sportga, vataniga, vatanni bayrog'ini tepalarga ko'tarishga bo'lgan xohishi sportni tashigan taqdirda ham masjidida qolib ketadi. Xudo xohlasa, обязательно bu narsani farzandlarimda bo'lishini, ya'ni ular vatanimizni bayrog'ini tepalarga ko'tarib yurishini xohlayman. Shu savolga javob bermasam. Kosmos jamoasidan chiqib ketishingizga sabab nima? Sabab yo'q, просто chiqib ketgim kelgan, chiqib ketganman. Bo'ldi. Kosmos jamoasidagi faoliyatim 2,5 yil ishlaganman kosmos jamoasi bilan. Hech narsa sabab yo'q, просто yo'llarimiz ayro bo'lgan. Menga juda ham yaxshilikka bo'lgan, juda ham. Kosmos jamoasi juda ham yaxshi akalar, juda ham hurmat qilaman. Hozir, конечно же, juda ham kamchilik bilan salomatligim bor, lekin ular bilan oramizda baribir ham kuchli anaqa bor edi, devor bor edi deydimi, shunaqa. Lekin hozirgi Midtvayn komandasi bilan o'sha devorlar yo'q bizda. Haqiqatda bu haqiqatdan olish kerak-ku. Achchiq bo'lsa ham, lekin o'tkir aka o'xshaydi. Afandining qizlari sizlarchi, hamma narsani bilasizlarmi? Afandining qizlari loyihasida ham faoliyat yuritgansiz. U yerdagi faoliyatingiz nega qisqa bo'lgan? Men Afandining qizlariga qo'shilmaganman, ya'ni u yerda faoliyatim bo'lmagan. Afandining qizlari tugagandan keyin hamma отдельно bo'lgan, ya'ni Muborak Abdullayeva Instagramda отдельно faoliyat yuritganlar. Igina Jabbarova 3-jamoa a'zosi bilan tanishmasman ular bilan. Mana Muborak opam taklif qilganlar, shunchaki ke birga ijod qilamiz Afandining qizlariga deb taklif qilmaganlar. Уже ularning do'govori u payt tuga bo'lgan. Prosta borib ular bilan o'sha vaynlarda yordam berib, ular lifestyle videolar olardik, lekin men Afandining qizlarida hech qanaqa faoliyat yurg'izmaganman. Midtvaynda ishlash va kontent yaratish sizning dunyo qarashingizni qanday o'zgartirdi? 180 gradusga o'zgartirdi. Ular bilan ishlash o'zi boshqa dunyo, ya'ni oddiy hayotingizdan ajralasizda, umuman boshqa dunyoga tushib qolganga o'xshaysiz, chunki haqiqatdan qiziq juda ham ish jarayonlari, syomkalar. O'zi ular bilan bitta gaplashib o'tirsangiz hamchi, umuman boshqacha odamlar. Ulug' akam har doim shu gap aytganlar. Atrofingdagi yoki sendan o'zib ketayotgan odamlarga qarab ish qilmagin. Biz hech kim bilan raqobatlashmayapmiz, biz hech kim bilan musobaqalashmayapmiz. Biz suzib ketayotgan kemamiz. U kema har doim bitta tempda chiroyli suzishi uchun hamma birdamlikda harakat qilishi kerak deydilar. Shu narsa menga komandaga boshda kelganimda aytilgan va shu suzib ketayotgan kemaga men ham sekin-yana qo'shilganman. Men tan oladigan bitta jamoa bor, ya'ni Midtvayn jamoasi. Qachon, qanaqa holatda, qanaqa vaziyatda bo'lsa ham, men faqatgina Midtvayn jamoasida haqiqiy komanda a'zosi bo'lganman deb tan ola olaman, bemalol uveren bo'lib ayta olaman. Ular ham meni jamoa a'zosi, ya'ni bizning bittagina qizimiz deb turib tan olishgan va bularga bu uchun kattakon rahmat. Undan oldingi komandalar bilan ishlaganimni men как опыт Вот, shunaqadek qabul qilaman. Biror videongiz kutilmagan darajada mashhur bo'lib ketgan holat bo'lgan, qamalgan kelin videosi. Qorningdan tiqib, bo'g'zingdan chiqaraman. Tushundingmi? Qaynukamni oldida ikkinchi ko'rmang. Sarvatdan. Cho'chimang g'ulomjon. O cho'chimasdan kerak, o'zi gaplashib qo'yardi bular bilan. Zrif bo'lgan Instagramda. Imani juda ham ko'plab odamlarga tanitgan video, aynan qamalgan kelin videosi. Buning uchun men komandamga va отдельно rahmatimni g'oya muallifi, ssenarist Abdulloh akaga kattakon rahmatimni aytganman. Qamalgan kelin davomi olish endi bu xuddi shu Abdulloh akaga va komandadagi bolalarga bog'liq. O'zi g'oya muallifi bitta odam bo'ladi bizda, keyin bolalar o'tirib, u g'oyani yana ham to'ldirishadi. Lekin buni davomi bo'lish bo'lmasligi ham Abdulloh akaga bog'liq. Qamalgan kelin rolida oilangiz tarafdan qarshiliklar bo'lganmi? Yo'q, umuman. Ya'ni bunaqa narsa olinayotganini men oyimga aytmaganman ham, даже o'zim bilmaganman, chunki именно sizlarga haqiqatni aytadigan bo'lsam, men hech qachon borayotgan joyimda qanaqa rol o'ynayman, nima rol o'ynayman, umuman bilmayman. Prosta menga aytilgan kiyimlarni olib olaman, aksessuarlarni olib olaman, detal o'sha nima kerak bo'lsa o'shani olib olaman. Borayotganimda, даже rolni o'ynayotganimda qanaqa ssenariyligini ham bilmayman. Tayyor bo'lgandan keyin ko'rganman. Rostdan aytmayman shunaqa. Boshdan menga ssenariy mamnaqa, mamnaqa deysan, yo'q, umuman aytilmagan. Prosta momentalni mamnaqa, anaqada o'ynab bering, bunaqa o'ynab bering yoki mamnaqa o'ynab bering deyiladi.
Men o'sha etilgan narsani o'ynab beraman. Oxirida video chiqqandan keyin menga ko'rsatishmaydi, u bo'ladimi ham deyishmaydi-da hech oz. Oxirida, "Wow, zo'r chiqibdi" deyman keyin. Hozirgi natijalaringizga erishish uchun nimalardan voz kechgansiz? Joy kelsa uyqudan, joy kelsa uyimdagilarni kamroq ko'rishdan, chunki syomkalarda naq 24 soat qolib ketgan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Endi bu ish aynan men kechganman deb stradать qila olmayman unaqa. Lekin vроде unaqa menga nimadirdan kechishing kerak, sen men buni tanlash uchun degan narsa bo'lmagan. Bo'ldi shu. Atak qolgan hamma narsa chiki. Kontent yaratishda siz uchun taqiqlangan mavzular bormi-da? Bor. Reklamalarga keladigan bo'lsak, qimor, keyin ochi oyni aytaveraman, bizga pijama, shunga o'xshagan yana ichki kiyimlarni reklama qilish mumkin emas. Bizning komandada shunaqa qonun-qoida bor. Har xil massajlarni, har xil bo'lar bo'lmas gostinitsalarni reklama qilish mumkin emas bizga. O'zi to'g'risi bu narsa o'zimga ham unaqa yoqmaydi, chunki g'alati tema men uchun. Lично men uchun. Kimgadir bu normal holatdir, men uchun ozgina g'alatiroq tema. Kontent tayyorlash jarayonida jamoada kim bilan bahslash? Kontent tayyorlash, недолю kontent tayyorlash. O'zi любой temada jamoada bitta bahslashadigan, birinchi o'rinda turadigan odam bor. Topinglar kim? G'ulom emas. Yo'q. G'ulom emas, Murod Salihov. Mana ashaddiy dushmanim desam, yo'q, hazillashaman. Murod bilan juda ham ko'p bahslashamiz. G'ulom bilan qanaqa bahs? G'ulom babi ko'yni bo'shroqda, anaqa qiladi oxirida. G'ulom jim desam yoki hozir yig'lab boraman desam, bo'pti. Murod unaqa emas. Meni yig'latadi Murod. Oxirigacha yig'latib, keyin bir 2 kundan keyin o'ziga keladi Murod. Yo, ungacha ko'p urishadiganim Murod. Biror kontentingiz sabab yaqinlaringizdan tanbeh eshitganmisiz? Yo'q, oyim umuman unaqa tanbeh berib, yomon gaplar aytmaydilar. To'g'risini aytsam, o'zim oldin ochuv-sochuv, bemalol, yevropeyskiy qanaqa kiyinishsa, xuddi shunaqa kiyinganman, yevropeyskiy. Keyin o'sha odamlarning ko'ziga tushishni boshlagandan keyin, baribir erkak kishilar bilan ishlagandan keyin sal yopiqroq kiyinishga majbur bo'lasiz. Nima uchun? Ayollari bor ularni, onalarni oldida baribir ham xunuk ko'rinmasligi uchun. Keyin bu narsaga to'g'risini aytsam, oyimni ham ko'zlari o'rganib qolib, sal ochuv kiyinmoqchi bo'lsam, oyim, unaqa yurma. Unaqa narsa qo'yma Instagramga. Stories olsam yoki post nimadir olmoqchi bo'lsam, voy, amamting ochilib qopti, olib tasha bu narsani deydigan bo'lganlar. Lekin hech qanaqa boshqa mavzularda ojonim unaqa qilmaydilar, nima deydi? Yo'q, zapret degan narsa yo'q menda. Ilk gonoraringiz qancha bo'lgan va uni nimaga sarflagansiz? Birinchi olgan gonorarim million jamoasida bo'lgan. Adashmasam $500 olganman. Menimcha birinchi olib kelib oyimga berganman-ki, oyimga olganman qaytarib. Yo'q, lekin eslolmayman. Imенно nimaga sarflaganimni, o'sha kundalik nimadirlarga ishlatgan bo'lsam kerak. Mitivan jamoasidan biz hech qanaqa gonorarga, nimadir pullarga, umuman hech narsaga kelishmaganmiz. Lekin ular menga aytishgan, biz sizga profilingizni yurg'izishga yordam beramiz. Hech narsaga va'da bermaymiz, lekin maksimalni yordam beramiz, что zo'r daromadliga chiqishingizga biz sababchi bo'lsak, xursand bo'lamiz deyishgan va ko'rib turganinglardek. Sizga eng ko'p beriladigan, lekin yoqtirmagan savol qaysi? Necha pul topasiz? Eng yoqtirmaganim, eng ko'p beriladigani, qachon erga tegasiz? Yo, sizlarga nima desam? Давайте bu savol mavhumligicha qoldiramiz, vaqtga tashlaymiz va Instagramda kuzatib tursanglar, balki endi hamma qiz qo'yadi Instagramga, lekin oshirib yorib nimadirlar qo'yish niyatim yo'q. Eng ko'p beriladigan savol, qachon yerga tegasiz? Bu narsani to'g'ri tushunaman, endi o'zbekchilik. Eng yoqtirmaganim qancha pul topasiz? O'zi bu narsani na oyimga, na yaqinlarimga, umuman hech kimga aytmayman qancha pul topishimni. Administratorim va men bilamiz desam. Shunaqa. Soch stilingizni o'zgartirish niyatingiz bormi? Yo'q. Sochimni yaxshi ko'raman. Sochimni juda ham yaxshi ko'raman o'zim. O'zi sochim shunaqa tekis. Hozir ham hech qanaqa dazmol, hech qanaqa tekislaydigan narsalar ishlatmaganman. Faqat cholkamni ukladka qilaman. Sochimni umuman absolyutno ukladka qilmayman. Ya'ni menga tezroq qurisa. Hozir ham chala yuvib kelganman, yaxshi qurmaydi. Chala quritib kelganman, rostdan xo'l. Sochimni qurish uchun 6 soat vaqt ketadi agar o'zi qurisa. U xoh issiqda bo'lsin, xoh sovuqda bo'lsin, 6 soat vaqt ketadi. Chista o'zi qurisa. Ya'ni tarab qo'yaman, bo'ldi o'zi qurish uchun. Lekin agar o'sha salonda quritadigan bo'lsa, ровно 2 soat ketadi. Menga hech qanaqa boshqacha ukladkalar nimadirlar, просто urib yuraman inakda. Xavos qilib yurishim mumkin nimadirlar, lekin qanaqadir o'zgartirib yorish hozircha niyatim yo'q. Gaplashaman men bular bilan. Balki jinnidek ko'rinishim mumkin-da, lekin men bular bilan gaplashaman. Iltimos, to'kilmanglar. Meni yaxshi ko'rmaysizlarmi deyman.
emas. Kelajakda sport yoki murabbiylik faoliyatiga qaytish rejangiz bormi? Bolachalarni yaxshi ko'raman, lekin bo'ldi endi erim boqsin, qachongacha ishlayman desaman. Hazil. Negativlarsiz mashhurlikka erishish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Vau, bu degani sizlar menda negativ yo'q deb o'ylaysizlar, shunaqami desam? Bitta narsada bu negativ uchun odam o'zi sababchi bo'ladi, menimcha. Chunki qars bitta qo'ldan chiqmaydi. Demak, o'sha blogerlar o'zi negativ olib kelishga sababchi bo'lyapti. Nimalarga e'tibor berish kerak deydigan bo'lsangiz, agar biz chetda yashaganimizda o'sha chet ellik stilistikasi bo'yicha kiyinib, soch turmaklar, yurish turishlar, kontent qilishlar o'shanga yarashib bo'lsa, u boshqa gap edi. Lekin baribir biz O'zbekistonda yashaymiz, bizda o'zbekchilik bor, bizda sharqona urf-odatlar, milliy qadriyatlar degan narsalar bor. O'sha narsalarga odamlar o'rgangan. Chiroyli kiyinib, akkuratni kiyinib, normalniy kontent qilib yursangiz, sizga hech kim negativlik qilmaydi, menimcha. Mashhurlik sizni do'stlar bilan sinaganmi? Конечно, bu hammani sinaydi. Qiz bolani do'sti yo'q, bo'lmaydi degan gaplar, yo'q gaplar. Qiz bola odam emasmi? To'g'ri, o'g'il bolaga o'xshab yillik o'rtoqlari bo'lmasa ham, lekin o'sha hayoti davomida qanchadir muddatdagi, nechadir yillik o'rtoqlari bo'ladi. Bilasizmi, qayerda yursam, o'sha yerda o'rta topib ketadigan odamman. Ya'ni yaxshi chiqishib ketaman hamma bilan. Yaqin do'st bo'lib ketish men uchun emas. Ya'ni qaysi ma'noda? Yaqin do'stlarim juda ham sanoqli. Nechadir yillik o'rtoqlarim bor, 10 yil, 15 yillik o'rtoqlarim bor. Ular umuman san'at sohasidan emas. Men uchun shunaqa o'rtoqlar komfortniy eski o'rtoqlar bo'lgani uchun. Mediadagi o'rtoqlarim komfortniy, постоянно ular bilan xohlagan temamni bemalol gaplasha olishim uchun. Ya'ni atrofingizda bo'yapti, eski o'rtog'ingizga aytyapsiz, u sizni по-любому tushunmaydi. Ana, hozirgi temangizni, hozirgi mana shu media olamidagi narsalaringizni tushunmaydi. Media olamidagi o'rtoqlarim ham, o'sha lichniy o'rtoqlarim ham, ana, media olamida mas o'rtoqlarim ham shunaqa va поддержкani yorib tashlaydi, lekin o'rtoqlarim juda ham bir qo'l bilan sanasangiz bo'ladigan bir o'rtoqlarim borda. Men bor, любой narsani ko'rishadi. Любой narsani. Men bormanmi bo'ldi. Ko'rishadi, kommentariyalar yozishadi. Lучше nimadirlar. Вот, o'rtoqlarim bu tarafdan поддержкani yorib tashlashadi. Люблю sizlarni. Media olamining plyus va minuslari. Plyuslari juda ham ko'pchilik insonlar sizga mehr bilan qarashadi, sizni yaxshi ko'rishadi. Sizni yaxshi ko'rishligini bilish bu juda ham katta baxt desam bo'ladi. Imенно minuslariga keladigan bo'lsak, minuslari eng kattasi tuhmat. Tuhmat menimcha не только media olamidagi minus, o'zi umuman hayot tez davomidagi minus bo'lsa kerak. Aytishadi-ku, o't balosi, suv balosi, tuhmat balosidan asragan. Maqtashganlik haqida ozgina bera olasizmi? Menimcha hamma ko'rgan o'sha qanaqadir AI orqali yasalgan 18+ umuman yemagan video orqali. Bir kunda bir 3000 ta savol shunaqa keladi. O'zimda direktda ochib o'qigiz ham kelmaydi, tushunyapsizmi? Shunaqa odamlar bor, o'zini manfaati uchun, arzimagan qanaqadir puli uchun, не только meni, boshqa bloger qizlarni ham, yaxshi bloger qizlarni ham nomusiga qaratilgan har xil tuhmatlar juda ham rivojlandi bu narsa. Bitta narsa o'rtoqlar, kommentariyani, tuhmatni, yolg'onni, mana shu hamma, mana shu illatlarning oxirida bitta narsa turadi. Iltimos, opajon kechiring degan narsa turadi. Nima keragi bor sizlarga bunaqa narsalar qilib? Men shuni tushunmayman to'g'risi. Shuncha odamlarning mehrini yaxshi taraflama, negativsiz yig'arkansiz. Sizda bitta qanaqadir tirraq chiqib, sizni shuncha yillik to'plagan obro'yingizni bir tiyin qilib tashirkan. Lekin alam qilmasdan, agar o'sha odam o'zim bo'lganimda jo'zlama, boni yeb qo'yding, qarochi, bo'ldi, yeb qo'yding. Endi mana tovonni to'lagan, shunaqa bo'ladi yeb qo'yish. Lekin yemagansiz ham sizga pul to'lasangiz, bu sal og'riqliroq bo'lar ekan. Auditoriyangizga va sizni kuzatayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Mehribon ikromi bo'lishimga, mehringlarni ayamasdan, shunaqa поддержка qilganinglar uchun, vaqtinglarni ketkizib, meni bo'lar bo'lmas jinnicha videolarimni ham ko'rganinglar uchun, mehr bilan, muhabbat bilan iliq kutib olganinglar uchun kattakon rahmat. Sizlarni hammalarni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan Bonu Ikromova va No Filter jamoasi bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar. O'zicha televidushi bo'lishim kerak edi.